qondagi mikroelementlar, ya'ni kalsiy kamayib ketsa qotib qolishi mumkin yoki o'sha egida chiqadi. Affektiv respirator prinsipi bu bolani qotib qolishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Affektiv respirator prinsipida ikki xil turi tafovut qilinadi. Sianotik hamda bledniy, ya'ni oqargan turlari. Sianotik turida bola ko'karadi, qotadi, hushdan ketib sudurgi kuzatilishi mumkin. Oqargan turida esa farqi asosan bola bledniy, ya'ni oppoq bo'lib oqarib kechadi ushbu jarayon. Nafas ichiga tushib qotib qolishiga sabab bolani yiqilishi, qo'rqishi qattiq. Ushbu kasallikni aniqlash uchun asosan qondagi mikroelementlar miqdori tekshiriladi, yurak nuqsonlari istisno qilinadi hamda boshni elektroensefalografiya apparatida tekshiriladi. Bola qotib qolganda asosan chalg'itishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa holatda yuziga puflashimiz yoki yuziga suv sepishimiz yoki orqasidan ozgina chimlasak, qotib qolishni o'tib ketishi tezlashadi. Agarda affektiv respirator prinsipi o'z vaqtida davolanmasa, o'sha 1-2 marta sudurgi kuzatiladigan bo'lsa, bolada o'sha sudurijniy o'choq paydo bo'ladi va qotib qolmasa ham sudurgi beradigan holatlar ko'payib ketadi.